Assalomu alaykum qadrli aka-ukalar, kaptar ishqibozlari, yaxshimisizlar? Barchaga kirib kelgan hayit ayyomi muborak bo'lsin. Qutli kelgan bo'lsin iloyim. Hamma yaxshimi aka-ukalar? Mana kaptarlar, akalar, ukalar, juvonalar asa tushdi, donga tushdi. Sotiladiganlari bor. Nomerimni oxirida aytaman, oldin kaptarlarni tanishtiraman. Nomerimni oxirida aytib o'tib ketaman. Iltimos akalar, realni oladigan aka-ukalar, realni oladigan odamlar telefon qilsin, kelishtirib beramiz. Mana sheyka moda, ana ikkita sheyka bilan qizil hakka o'na. Sheyka bir tovoq, mana sheykani bolasi. Nari yo'qoldi bularning otasi. Mana ikkita dumi qora bor keyin. Mana ularning narxi, qizillarning narxi 300 ming tovog'i. Dumi qoralarki ham 300 ming tovog'i. Mah. Sheyka moda sotiladi, enasi. Mana oq bakiniskiy moda bor sotiladigan. Kelib qolgan bu ham ancha bo'ldi, 3 oy bo'ldi. Gap yo'q uchyapti. Kaptar masheta tobilandi. 3-4 soatlik rezultati bor, chiroyli tiyagalar bilan o'ynaydi. Mana u bilan, mana soch bir tovoq, mana paypali bir tovoqashi. Qora soch bilan mana oq sochnardi bolasi. Ular ham sotiladi. Yengilroq qilib beramiz ularni. Mah, dumi qoralar mana ota-onasi. Mana yana Pokistonlar bor. Pokistonlarni endi ko'paytiramiz, o'zimiz uchiramiz, shunga Pokistonlardan hozir sotilmaydi. Mashinalar gap yo'qlar. Rezultati nihoyatda qattiq narmash. Teddy moda juplaganman bunga, mana bolalari yaxshi chiqdi. Maytda ham bir jup bor. Mah. Aka-ukalar, yana kimga kaptarlar uchun dorilar, vitamin, vaksinalar zarur bo'lsa, qilib beramiz akalar, ukalar. Yo'li bor buni ham. Aytgancha qushlar, kaptarlar Marg'ilonda. O'zimizdan Marg'ilon, Farg'ona odamlari, ishqibozlari kelsa uchirib beraveraman. Mashinalar o'tgan safargi videoda ham bor. O'zi kelib qolgan dedim, uchirib ko'rdim, ketib qolgani qaytib keldi. Hozir kaptar tobilanib, o'zi yakki uchyapti kaptar. Kaptar yetkazmayapti, ustiga chiqib ketyapti kaptarlarni. O'ynab turib chiqib ketyapti, tusha olmasdan hozir. Mah. Hozircha mana mashilar. Men yana orasidan ishqibozlari bo'lsa, endi pulini kelishib qolsa beraveramiz. So'rayotgan kimga nima zarur bo'lsa yana. Mah. Chiroyli chiqqan nihoyatda mana juvonalar ham. Uchqur narsalarni bolasi. Enasi ham ishonmagan odam bo'lsa, mana xolasa enasini olib birinchi uchirib ko'rsin. Keyin bolalarni o'zi so'rab keladi. Tindirib boradi moda ham 3 sheyka ham. Bolani ham nihoyatda toza berdi. O'zini vekalari ham top-toza oppoqda. Dumi qoralar mana. Ha qizim. Hozir. Mah. Xo'p, mana Sezayda tovog'i yo'qolib qoldi. Ota-onasi ham qoldi, keyin sotkim kelmay qoldi o'zi. Dumi qoralar tuxumini olib qo'ydim bular tagiga, mana moda. Mah. Ishdan 3-4 jup juvonalardan sotib olamiz. Kimga nima zarur bo'lsa beramiz. Ha qizim. Mah. Telefon nomer 91 673 33 63. Hurmatli aka-ukalar, iltimos realni oladigan odam bo'lsa, keyin telefon qilsin. Beramiz, qilib beramiz kaptarlarni. Kaptarlar sog'lom mana. Hammasi joyida. Olib 10 kun, 15 kun baylab uchursa bo'laveradi mana juvonalarni ham. Xolasa uchursin, xolasa o'zi biladi, olgan odam. Agar sotilmasam, qolsa mashetta men o'zim uchiraman. Rezultatini xudo xolasa ko'rsatib boramiz. Kaptarlar hijolat qilmaydigan kaptarlarni bolalari.
O'zi yaxshi narsalar to'plandi, oqtarib yurib yig'ilgan, o'zi kelib qolgan. Dumqoralar yana tayyor haydab yuribdi, vozillatib. Men o'zim bir Pokiston uchirgim bor. 10 ta 15 ta Pokiston qilib haydagim bor. Mana shu yerdan 3 ta 4 ta nar o'ta qattiq uchyapti Pokistonlar. To'g'ri, hammasi ham uchyapti, lekin o'ta qattiq. Hozirgi kunga 5-6 soatgacha olib chiqib tashlayapti. Ikkita nar bor ashilashdan uchyapti. Bittasi mana sayrayotgan. Bittasi mana shu yangi kelib qolgan deganim mana. Bu ham yomon uchar ekan, kaptar. Vobshe qattiq uchar ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.